Qiyin savol, tish singanda nima qilish kerak? Avvalo 4 ta darajasi bo'ladi tish sinishini. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, xudo xolasa bu foydali bo'ladi sizlarga. Meni ismim Sardor Xo'jayev, 15 yillik tajribaga ega stomatolog vrachman va City Dental klinikasini asoschisi hisoblanaman. Shu paytgacha 10 mingdan ortiq bemorlarga yordam ko'rsatib kelganmiz. Xo'p, tish sinishini birinchi darajasi bu emal chegarasida bo'lgan sinish hisoblanadi. Ya'ni tishi emali ko'chadi va sezuvchanlik bo'lmaydi. Ikkinchisi bu tishi 3 dan 1 qismi singan bo'ladi. Ya'ni tishni dentin qismi, ya'ni sezuvchan qismi ochilgan bo'ladi. Uchinchi darajasi bu tishi 3 dan 2 qismi, ya'ni nervi ochilib qoladi. To'rtinchi darajasi bu ildiz kondilang yoki uzunasiga sinib yoki yorilib ketgan bo'ladi. Birinchi darajada emalda singanni hisobiga bu yerda unaqa qiyin bo'lmaydi. Oddiy plomba, restavratsion materiallar bilan ham tiklab qo'yiladi. Tamom, tema yopiladi. Ikkinchi darajada bu уже dentin deydi. Emaldan keyingi sloy singanni hisobiga u yerda chувствительность, ya'ni shirinlikka, kisligiga, sovuqqa, issiqqa sezuvchanlik oshganiga darhol uni stomatolog restavratsion plomba yoki vinirlar bilan o'sha joyini yopsa muammo hal bo'ladi. 3-darajada tishi 3 dan 2 qismi sinib ketgan, уже bo'ynigacha sinib ketgan bo'lsa, bu yerda уже restavratsion materiallardan tashqari koronkalar, vkladkalar, nakladkalar yordamga keladi. Shular orqali tishni nervlari olgandan keyin bu tishlar saqlab qolsa bo'ladi. 4-daraja уже ildizlar yorilib ketgan, uni уже saqlash imkoni yo'q. Bu yerda faqatgina muammoni hal qiladigan narsa bu implant yoki bo'lmasa o'sha ko'priksimon mostlar hisoblanadi. Shu bilan muammo yopiladi. Hop, boya aytganimdek 4 ta darajasi bor sinishi. Birinchi darajasida emal chegarasida bo'ladigan sinish. Bundan qo'rqmasa bo'ladi. Hayotiy hammada uchraydi, o'sha loshkalardan, vilkalardan, qattiqroq narsa tishlagandan tishi ozgina ko'chadi. Ko'pchilik ota-onalar qo'rqadi. Hozir olib borsam o'sha tishni chaqlab tashlaydi. Yosh bolani qiynab qo'yadi deb o'ylaydi, lekin yaxshi gрамотный stomatologlar o'sha joyni ozgina обработка qilib, sekingina o'sha yaxshi restavratsion materiallar bilan to'ldirib bera oladi. Bu uzoq paytga xizmat qiladi, to'g'ri ishlatganda. Ikkinchisi bu o'sha emaldan keyingi sloyi dentin qavatida ozgina chuqurroq sinish. Bundan ham qo'rqmang, chunki sinish bilan ozgina sezuvchanlik oshadi. Nimaga? Dentin bu sezuvchi qavat. Issig'i, sovug'i, shirinni sezishi mumkin. Lekin vaqtida siz agar stomatologga murojaat qilsangiz, biza uni akkuratniy o'sha joyni o'zini restavratsionniy plombalar yoki kichkina vinirlar bilan ham tiklab bera olamiz va umuman o'zgarish bo'lmaydi tishingizda. Uchinchisi bu o'sha tishingizni ancha qismi sinib ketgan bo'ladi. 3 dan 2 qismi bu yerda o'sha ilojsiz nervlar ochilgan bo'ladi. Agar siz sraz vaqtida murojaat qilsangiz, buni ham saqlasa bo'ladi, nervini olib tashlamasdan. Agar uzoqroq paytda murojaat qilsangiz, dorilar ichib nervlar yiringlagan bo'ladi. Uni biz majbur bo'lib nervni olib tashlaymizda, tish ancha qismi qolgandan keyin uni tiklab, koronkalar, vkladka, nakladka degan narsalar bilan tiklaganimiz hisobiga u ham sizga ancha payt xizmat qiladi. 4-si endi bu уже qutqarib bo'lmaydi. Ildiz qolgan bo'ladi, sizning tishlar yorilib ketgan bo'ladi. Buni faqatgina yo'li implantlar yoki koronka bilan ham o'sha joyda implant tishlarni olib tashlab, tiklab sizga xizmat qilib beradigan qilib bera olamiz. Agar sizda yuqorida sanab o'tilgan muammolar kuzatilsa, hech ham qo'rqib o'tirmasdan City Dental klinikamizga ko'p yillik tajribaga ega stomatologlarga murojaat qilsangiz, biz sizga koronkalar, vinirlar, nakladka, vkladka va barcha turdagi stomatologiya xizmatlarini ko'rsatishga tayyormiz. Buning uchun siz shu video ostidagi описание bo'limida silka qoldirganmiz. Shundan ro'yxatdan o'tib raqamingizni qoldirsangiz, sizga assistentlarimiz bog'lanib konsultatsiyaga taklif qilishadi. Siz bilan 15 yillik tajribaga ega bo'lgan stomatolog Sardor Xo'jayev bo'ldi. Videolarimizni kuzatishda davom eting va kanalimizga obuna bo'ling.